Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz Xudo xolasa bugundan termiz salafalarni tortishlikni boshladik. Xudo xolasa salafalarimizni kesib oldik. Issiqxonamiz yana 6 metrga 6 metrlik, yoni esa 2,5 metr, o'shanda 8,5 metr bu salafan ketadi. Shu sababli biz 8,5 metrdan salafalarimizni ham shunday kesib olganmiz. O'zi asli kesmasa ham bo'ladi. Biz issiqxona qurishimizda bitta muammo bo'lgan. Endi muammo emas, o'sha be'tiborlik bo'lib qolgan. Issiqxonamizda mana shunday mana har bitta dugan orasiga nima tushmagan. O'zi asli kim issiqxona quradigan bo'lsa, har bitta dugani anaqasiga tushish kerak ekan. Mana shu narsa jicha asabbuzarlik bo'ladi. Har safar termiz salafan tortadiganimda. Keyin mana bu o'rta qismi ham xuddi shunaqa bo'lgan. Har bitta duganni o'rtasiga tushmagan. Bu mana nisbatancha ko'pligi uchun orasi qisqartirilib, orasiga tushib ketib qolgan. Mana shu narsa juda ham to'g'risi muammo bo'ladi. Kichkina issiqxona bo'lsa ham iloji bo'lsa mana shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Issiqxona quradiganlar har bitta duganni orasiga tushsa yaxshi bo'lar ekan. Bu termiz salafani tortsa juda ham effekti yaxshi bo'lar ekan. Endi tepani o'zi ochilib yopiladigan issiqxona bo'layotgan bo'lsa, endi bu vobshe dahshat bo'lardi. Endi biz 3-5 yil oldin issiqxona qurayotganimizda bitta unaqa narsalar bo'lmagan. Endi YouTube'lardan ham ko'rib qurish imkoni bo'lmagan. Issiqxona qurish kerak bo'lgan, tap qurib qo'ya olingan. U hamma tepaga luk ham qo'yilmagan. O'zi asli luk qo'yish kerak ekan, bu juda ham katta effekt berar ekan. Chunki tepadan tushgan havo hech qachon parlayda pastdagi ekinga sovuq nam urmas ekan. Shu sababli iloji bo'lsa luk qo'yish kerak ekan. Shu tepa chiqqan gazlarni shu tepada barhavo qilib berar ekan. Luk juda ham foydasi katta ekan. O'sha paytda bizga maqsad beradigan inson ham bo'lmagan. YouTube'dan ko'rib qilishda ham imkoni bo'lmagan. Quyosh bobomiz juda ham go'zal holatda chiqqan, yaxshi. Yerlarimiz ancha qurib boryapti. Biz o'ylaganimizdek oralariga quyoshlar tushib, xudo xolasa termiz salafalar kesib oldik. Asta-sekin qilib boryapmiz. Endi qiyinchilik bo'lsa ham mayli, endi qilamiz. Endi xudo xolasa keyingi issiqxona qurishimizda juda ham shu tomonlarini kelaversa daftarga yozib, proyekt bilan quramiz. Xudo xolasa shu niyatlarimiz bor. Biz salafalarimizni tekis qilib tortamiz. Uni nima qilib tortsa ham bo'ladi o'zi asli. Shifer sifat qilib tortsa ham bo'ladi, lekin biz shu liboy payt ochib yopishlikni ta'minlash maqsadida past qildik. Xohlagan paytimiz ochamiz, xohlagan payt havo sovigan payt bekitib qo'yib, havoni yaxshi aylantirishlikni qilish maqsadida mana shunday past qilganmiz. Bu past qilganimiz yana bitta sababi nisbatan issiqroq bo'lsin deb qilyapmiz. Endi hozir agrovalokni olib kelganmiz. Bu shipir qilib tortsak ham nimasi bo'lmasdi-yu. Shu yaxshi havo berish maqsadida ochib yopishlikni niyat qilganmiz. Shu sababli issiqxonamizni past qilyapmiz. Mana shu yerdan hozir mana shu temir turbamiz ustidan menimcha 2 metr ekan. Rasa 2 metr chiqadi. Shu 2 metrga mana shunday tortib chiqyapmiz. Xudo xolasa tikamiz. Buni zubacheskada ham tiksa juda ham zo'r bo'ladi. Shu bozorga borganda esga kelmadi. Hozir endi harakat qilamiz. Qo'qon bozoriga borishlikda agar yetib borib qolsak, zubacheska olib kelamiz, yo bo'lmasa nima olib kelamiz. Bir 10 minglik 15 minglik zubacheska olib kelinsa yetib ortib ag'ga o'tib ketadi. Zubacheska bo'lsa zo'r bo'ladi. Shu sababli mana shu tomonlarga e'tibor berasizlar. Issiqxonamizni hozirgi holatda, quyosh chiqqan holatda gradusniki 19 ekan. 19 bu juda zo'r holat. Hali bu taraflar ochiq turibdi. Bu taraflarda bekitmaganlik sababli aytib o'tdim, yerda nam juda ham ko'p. O'shaning uchun namlanib terlamasligini oldini olish maqsadida mana shu taraflarni ochiq turibdi. Uni eng oxirida bekitib qo'yaraman. Termiz salafalarni olib borib hamma yo'qni yopib bo'lganda, chunki Qo'qonda hozircha shamol yo'q ekan. Agar shamol bo'lganda обязательно bekitib qo'ygan bo'lardim. Do'stlar, hozir muhim qiladigan ishlarimiz mana shulardan iborat. Kanalimizni kuzatib boringlar. Bu boshlanishi, hali tikishlarni ham sekin ko'rsatib boramiz. Hozir videoni to'xtatib, keyin yana davom etkazaman. Hammasini bitta video qilib qo'yaman. Do'stlar, mana shunday holatda. Salafanimiz terilar ekan. Mana shu terilamaydigan salafan bo'lsa, juda ham zo'r bo'lgan bo'lardi. Men afsuski, mana shu terilashi bor ekan.
Termiz salafanimiz terlamaydigan deb berdi. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Har safar olganimizda terlamaydi deb beradi, lekin uyga kelguncha terlaydigan bo'lib qolaveradi salafanimiz. Mana shunday holatda, xudo xolasa biz kanalimizni kuzatib boring. Bu hali boshlanishi. Xudo xolasa shu 1-dekabrlarga alaminiy ko'chatlarimizni ham ekishlikni boshlab yuborsak kerak. Menimcha, xudo xolasa ko'chatchimiz bilan gaplashdik. Xudo xolasa alamina bor dedi. Birinchilarga tayyor bo'lib qoladi dedi. Videolarni tashladi. Juda ham zo'r. Kanalimizni kuzatib boring. Shu oladigan imminni ishonchli ko'chat qayerdan olish kerak deganda biz Andijon olamiz. Qo'qonda bo'lsak ham Andijondan borib ko'chat olamiz. O'sha ko'chatchimizni uylaridan ham, ko'chatxonasidan bitta video qilamiz. Hozircha olgan ko'chatlarimiz hammasi yaxshi chiqyapti. Ungacha juda ham qattiq adashganmiz, aldashgan, bir narsalar bo'lib ketgan, lekin o'sha akadan ko'chat olganimizdan buyon Xudoga shukr baraka topyapmiz. Agar shu ko'chatxonani ham ko'rish niyat istaylaring bo'lsa, bitta like bosib, obuna bosib qo'yinglar. Xudo xolasa uni ham bitta video qilamiz. Xudo xolasa ko'mirimiz kelib olsa bo'ldi. Juda ham oz muddat qoldi ekib olishimizga. Assalomu alaykum do'stlar. Mana xudo xolasa Termiz salafalarimizni ham tortib bo'ldik. Mana bu o'rta joyni ochib qo'ydim, chunki yerimizda nam ko'pligi sababli salafalarimizni shu hali terlab olmasin degan maqsadda mana shuni katta ochib qo'ydik. Lekin men afsuski o'shanda ham nimalarimiz terlab qolibdi, chunki yerda dekabrda ekmayman deganligim uchun juda ham ko'p yoqib suv bergandim. Oldin yetilib ham qoldi ham shu darajada. Shu sababli issiqxonamizda terlash hosil bo'lgan. Endi buni asta-sekin mana shunday yana bironta joylaridan ochib qo'yaman shekilli. Terlab qo'ygan. Kechaga nisbatan yerimiz ancha quruq turdi. Terimiz tortilgani baribir sezildi. Mana minlarimiz hozir 10 bo'ladigan taqdirda ham gradusimiz 11 da turibdi. Mana shunday holatda tortib bo'ldik. Zajim nimadan tikishda mana shunday zubachesklardan foydalandik. Bittasi yetib ortar ekan, men ikkita olib kelyapman. Bittasi yetib ortar ekan. Endi mana ikkita chekka qoldi. Chekkan salafanlari tayyor. Buni tortmaydiganligim sababi quyosh yaxshi tushsinmi deb o'ylab turibman. O'shanga yo tortib tayyor qilib qo'yirish kerakmi? Shuni o'ylab turibmiz. Chekkalan turpoqlar bilan yoyib qo'yganman. Salafalarni qaytarib qo'ysak bo'ldi. Ikkita dugamimizning orasi 1.90 sm. Nimasi esa yana 2 metr salafanlarimiz. Shu sababli 5 santaqa 5 santaqa bemalol qopladi. Agar mana shu 1.80 bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi, chunki ko'proq qayirib tikishlikda sabab bo'ladi. Shu sababli shu narsalarga ham juda e'tibor berish kerak. Mana bu yerda qo'lim bilan artib qo'ydim. Terlagan. Endi yana bironta joydan ochib qo'yish kerakmi? Endi terlaganda yomon tomoni salqin bo'lib ketadi juda ham. Shu sababli mana shu narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Terlamasa yaxshi bo'lardi. Hozir mana shu ishlarimiz termizlarimiz bo'ldi. Ekishga tayyormiz. Hozir ko'mirimizga qarab turibmiz. Xudo xolasa ko'mirimiz ham keladigan bo'lsa, xudo xolasa ekib yuboramiz. Do'stlar, bizni kanalimizga kuzatib boring. Xudo xolasa ekish jarayonlarini ham olib boramiz. Agrovolakonomiz hammasini olib chiqib, dugasini olib chiqsak, qayrab qo'yib, tayyor qilib qo'yamiz. Biz xudo xolasa 2026-yil mavsum uchun tap tayyormiz, xudo xolasa.